Poytaxtimizda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan efirga uzatiladigan Diydar ko'rsatuvi tashkil etilganligining 60 yilligiga boshlangan bayram tadbiri o'tkazildi. Unda o'zbek, qozoq xalqlari o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik, bag'rikenglik an'analari haqida so'z bordi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Do'stlik mulohati, ko'p millatli O'zbekistonning yutug'i ham yurtdagi tinchlik, totuvlik, hamjihatlik. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida 60 yildirki, ona diyorimizda istiqomat qilayotgan qozoq yurtdoshlarimizning madaniyati, adabiyoti va an'analaridan so'zlovchi qozoq tilidagi ko'rsatuv efirga uzatiladi. Bu aslida bag'rikenglik ramzi, do'stlik qadriyatlari abadiy bo'lsin deyishdi anjuman ishtirokchilari. O'zbekiston xalqına rahmet demekşimin, o'sha telekompaniyaga rahmet demekşimin sebebi har ultga osunda mümkünlük yaratıp bergenine. Meni zamandosh programmasi bugungi Diydar 60 yıl to'lib o'tir. Sol merekege arnayı biz tartuv akınдар aytısını o'tkazib жатырмыз. Akınдар aytısında bugün günde qatnashib жатқандар Qirg'iziston Respublikasi, Qozog'iston Respublikasi, O'zbekiston Respublikasining tanimali akındары kelib o'tir. Anjuman tom ma'noda do'stlik mushoirasiga aylandi. Vatan ravnaqiga hissa qo'shish baxti falsafasi haqida so'z yuritildi. Do'stlikni kuylashni taqdirim, baxtim deb bilgan ijodiy jamoaning zahmatli mehnatlari e'tirof etildi. 1963 yılı zamanda dünyaya kelgan bo'lsa, mana shu kungacha davom etib kelyapti. Men o'ylaymanki, o'sha Abay Navoiylarning жаңағы жалғасын topib kele жатқан dastur deb o'ylayman. Bizdan keyingi urpaqlar da ары қарай жалғастырады degan umiddaman. Mana O'zbekistonda nafaqat qozoq tilida ko'rsatuv, qozoq tilida radio bor, Nurli yo'l gazetasi bor qozoq tilida. Qozoq farzandlari o'z ona tilida bilim olyapti. Mana shuning hammasi O'zbekistonda yashayotgan xalqning bir otbasının perzentlerining intimaq, birlikda, mehr, shafaqatda ekanini ko'rsatib жатыр. Buning hammasi prezidentimizning sharofati deb o'ylayman. O'zbekistonda tug'ilib katta bo'lishim o'zi bir baxt. Sababi bilasizmi? Bu yerda katta bo'lgan har bir inson boshqa davlatda yashashi mumkin emas. Men qozoq millatiga mansub qizman, lekin aytaman, o'zbek millatidan o'rganadigan qancha zo'r imkoniyatlar bor. Shu ko'rsatuv orqali biz o'zbek, qozoq xalqlarining do'stligini ko'rsatamiz. Do'stligimiz mangu bo'lsin. Bir kitobning ikki beti o'zbek-qozoq do'stligi. Toshkentda shu kuni navbatdagi xalqaro Aychu festivali boshlandi.